qulamga taqıgan koyuzdan tatib, o akaga saqchilar qulamdan ajırtib, o türmedeki başçı saqchilar özünün koyuzini, xaltasını ep ketdi. Özleri akaga narsa olgandan. Bular manga qaytadan putamga tömödü işkan saldı. Anandan keyin manga türmə mahbuslarning kiyimini berdi. Bergen vaqtida meni kiyim almashtir hozir dedi. Almashtir deb qulamga bir sulyo lipapidan birini berdi. Şunun ichiga ma o'zingning kelgan kiyimini mushu ichiga salsa deb ustida bir ism bor ekan. Lipapining ustida ism yozilgan da chaplaqliq narsa ekan. U yerga ismingni yoz, ma kiyimni bizga topshirsa o'zingning kiyib kelgan kiyimingni. Ma kiyimni kay deb bir kulrang mahbus kiyimi berdi. Bu kiyimning ustiga kiydigan seriq, ya'ni juz rang, qanday rang deymiz? Juz rang bir xil jilitkini berdi. Bergandan keyin bu kiyimni almashtirish uchun u yerda tug'an edim, birsi ayol saqchi, ikkisi er saqchi. Qanday qilishim kerak? Men bu kiyimni qanday almashtirma bu yerda? Qisa birinchi xo'rliqim mening. Ikkinchi taqa, birinchisi saqchixonning yer ostida ikki er kishi qarab turib dedi. İkinci qatam bu turmaga kelgan vaqtimda meni mush mahbus kiyimini ikki er kishi almashtir dedi. Men dedim, men qanday almashtirmaslar bu yerda desam, o ayol saqchidan bir ikki er saqchi batdi. Deydi, sen nimaga agilaysan sen bu yerga kelib? Asha dedi. Sen almashtirmasan hozir ma ikkisi biroq yitib almashtirib dedi. Uçağındaki kiyimni dedi. Endi birinci mening tatqan xo'rlig'im shu. Endi ash mahbuslarning kiyimini ashu ikki er kishi bir ayol kishi bayada majburiy almashtirg'ili saldi. U yerdagi har qanday Uyg'ur, men musulmon va yoki men ayol kishi demay, hammasi ashundaq xo'rliqqa birinchi qatam uchraydi ekan. U er ayol demay u yerda hayvonni kutib olgandek kutib oldi meni birinchi qatam. Andan keyin meni ashu putamdagi 5 kiloluk tümü ashundaq meni ap mangdi qulamda ko'yizbatdi. Uni ashu uzun bir koridorning ichiga kirdik. Şu çağda 28 numarlı xozga meni kirdi. İşte moşunda içip yeliqi xozga qaraydigan saqchilar bir xil sesimchilik. Anadan keyin mush og'zini tutulib, mana o'zi og'zini o'ngda tutulib meni kira deb kirgizibdi. Uni ichiga kirsangiz haqiqatan yeliqi hojatxona uzoq vaqt tozlanmagan bir xil hojatxona ashundaqlab turaydi. O'ng'ichilik kirgan vaqtida ichidagi birsiga shu degani esimda bugun meni qo'pqazma degandekchi bir ichidagi bir birsiga ashtada bugun ma yangi kirgan qo'pmasin degandek u kunisi menimda uning u yana bir yer kelganini men turmaga akabatdi meni deb o'ylabmi o'ylaqi. Birinci günü soğandan keyin mening kallammo faqat joyida emas. U turmaning ichiga meni kirdab kirgizibdi. Xo'zining ichiga. Kirgandan keyin uni ichida yerim ayollar yetayotgan, yerim ayollar o'rtirayotgan. O ayollarning ichida o kunisi chiroqni o'chirib bo'lgan vaqtida kirdim, yot dedi, yotdim. Hattoki sol tarafni besib yotdi, sol tarafni, o'ng tarafni besib yotdi, o'ng tarafni. Hatto xohlagancha bunda nim qilib bo'lmaydi, midir qilib. Anadan keyin o ichida qanday desangiz yerim karvatdan bo'lganda, yerim karvat. Yerim karvatda shu yotadigan uzunlab bir tutashlar, bir karvatlar. Mishta. Qolganlarimiz patmaymiz. Hammamiz bir haqiqatimizda kelib karvat patmaymiz. Shuning uchun 3 soatdan damalib kecha 3 soatdan damalib yerimimiz uxlaganda yerimimiz o'rtadi ekanmiz. O kunisi kiribla meni sesimchilik, furaqchilik qilaqi. Faqat qilaqi yig'vilanla mishta yetib, uni oldiq ko'rsin bir kecha. Menga tamoqmi, suvmi bermadi shu so'roq jarayonida. Hatta doktorxonaga borg'ichilik, doktorxonadan keldim, bir kun saqchixonada o'tdi. Atsi, shu kunisi bir kun doktorxonada o'tdi. Shungachilik hech qanday giya, suv hech nima bermadi. Holsizlanib ketdim to'la yig'lab. Bolalarımni, uydagilarni aslab, am bo'ldi meni tugadim. Endi bular bolalarim yetim bo'lib ketdi endi deb o'yladim. Chunki men lagerga kirmasdan burun
nurg'un başta meningdan burun kirib ketgan 2016-yil kirib ketganlarning 2017-yillari o'lim xabar chiqqan xabarlar jiqib ketdi-chu. Kirkitib o'lib ketganlarning xabarlarini bak anglab ketdim. Yoki uydagilarini chaqirtiblam akilib palani ya kel deb kelgizib ularni chiroyini mishtal ichib berib ko'zitib qutqizishini bermidi yo yurak kasaldi bo'libmi bu Xitoyning og'ziga lo'q kelgan gap yurak kasaldan tuyuqsiz yurak kasalda o'lib ketdi deb. Endi biz bularning shu chaqda endi jixlam bu yuqori nisbat nep ketdi bu o'lib ketganlarning soni. Lagerga kirib ketib o'likka chiqdi. Uydagilarni chaqirib akaplar mani ko'rilinglar degandek ishlar. Ba'zanlarni ko'rilinglarmi yo'q. Anda ishlar bo'lib ketgandan keyin men xuddi raslam misha bir adam o'tirish qushxonasi faqat biz qo'ylarga o'xshashlam qachon gelimizga pichoq so'lishini saqlayotgan qotandagi mallarga o'xshatdim. O'zim bir sesimchilikni ichida deb. Men bilmayman ya ata ya o'gun ya yili bir soatdan keyin meni xuddi qo'ynimni g'uzlagandek yotqizib g'uzlaydi. Endi ketma degandeklar shunda. Endi u yig'i bilanlam yotdim. Mening turmadan chiqishimnimi, lagerdan chiqishimmi bir cho'ng mo'jiza deb o'ylayman men. Hozirgachilik o'ylasam shu turmada yotgan vaqtimni men hozir biroqlam do'zaxdan jannatga otilib o'tib ketgandeklar his qilmayman o'zimni. Yotdim, yetib endi ming yerimdan to'kilyotdi deyish, bolalarimni, uyimdagilarni eslab shu qanday bir yorg'inchilikda jon yo'q, qo'saqda tomoq yo'q, yo ussizlik yo'q. Shu asnoda uyqum qanday keldi bir mushtal uxlab qop degan ovozlarni qopdim. Qopsam hammasi tizilib turib qopdi. Tur dedim, ma'qul dedim, ashlar bilan tang tizilib turdim. At deganda 1 minutning ichida shundoq tez suvning oldiga har birimiz turbada suv keldi ekan. Ungacha suvni bermaydi turbaga. Suvni yüzümüzde mışında çalıp onu kolumuzu juplab örtürdük. Turgandan keyin bular xuddi hech qandaq bir biz uylarda ko'ktat qo'rish uchun ancha-muncha ko'ktatning uchini ostini uzib elibitimiz. Şunun o'xshash ishlatmaydigan yerlarni, yigil bo'lmaydigan yerlarni uzib elibitimiz. Xuddi shuningga qaynoq suvni to'pidan quyib Muşni iş degandeklam ashundaq bir xil tamoqlar ekan. Tamoq degan shundaq nachardim endi uni cho'shqa baqadiganlarmi cho'shqisiga bermasmikin deb o'ylayman. Ashunchalik darajadami. Ashu o'zib etilgan sayning uchullariga yo deganda qaynoq suv quyib berib ashta qilgandeklar. Uni 2 kun oshqaga adam heliqini yemisingiz taxi jazolandi ekansiz. Yemeding deb. Shuni amalning yo'qida yeydi ekanmiz. Yegandan keyin bular amalni yo'q deylik muomalalarni yedim. Chunki men 2 kun bir narsa yemedim. Shuning bilan ozroq uni buni qilib yedim. Yegandan keyin uzoq o'tmaylan bular dori yeyish vaqti deb bir vaqt bo'ldi ekan. Dorini har bir ayol kishiga kunda degidek berdi. Bergandan keyin bu bir qatimliq kiydigan bir xil palay ekan ma'qulga. Bu munda turli xil ekan. Meshijakli kichik. Buni bu Xitoylar qo'liga birdan oldi ekan, mundalik qildi ekan, bu ma'quliga kiyildi ekan. Seriq balay u, seriq. Shuning bilan mushu og'zingizning ichiga dorini bir chetda mushta turyapmiz. Bular dorini berdi. Ichida oladi ekan, bir saqchi, o'sha qo'liga mushta kuydi, mushta tilingizning ichigacha, ostigacha shu yedingmi, yemedingmi shuni tekshiraylik. Har birimiz ichadagi ishchimiz. Hammamiz ishchimiz uni. İşkendikin bunu muştaqib tekşirdi. Birinci günüsi berip uxlab atsi muş dorini berip bo'lgandan keyingi ish mau. Bir qatim ko'rdim, undan keyin yana muşta ish yuz bergandi, balki men ungacha chiqib ketib qoldim. Ishga yotdim. Shu vaqtda endi birinchi qatim ko'rgan ishim nima desangiz, o'zim ko'zim bilib ko'rgan ish. Bu ayollar ashning ichida qichqoqdan badallari pişt besip, yana birisi mushu jiriqlari har qo'ltiq hamma yeri qichishib, yunmay, meynatchilikdan pişt besip, anadan keyin mushu go'shtlari ko'rinib qolgandek holatda, badallarda, mush qo'saqlarda shunda tatlab, yoriq qilib mush go'shtlarni ko'zitib qo'yibdi bular hammasi shunday qichqoqdi.
Çünkü men kirgenlam künisinin ertesi boğayışım aldı. Şunun bilen doğru çeçidi dedi. Men tehe doğru çeçip mana içine dezinfeksiyalaydı dep oyladım. Oylasam undaq emeske. Doğru çeçiş degini xuddi u chaqda taq koronavirus boshlanmagan vaqtlari ash koronavirusga o'xshash ash virusdan saqlanadigan oppoq kiyim borku shu men birinchi qatim turmada ko'rgan shu kiyimni ashunga o'xshash kiyimning to'pisida hatto ko'zoynak maska shu alaqi dezinfeksiyaga kirdi degan dorchochido deganlarning uchisidagi kiyimning avvali mal anadan keyin dumbisda biz kichik vaqtlarimizda etizliqlarimizda daraxtlarga qurtib kesib chachadigan bir keynimizga evilib manda qilib avval yal berib andan keyin munda qilsaq suv to'kiladigan narsa chachadigan do'ri chachadigan narsa ashundaq narsani kiyilib ikkisi kirib oldingni qila deganda hamma ayollarmishda oldini qildi xuddi daraxtdagi qurtni o'tagili kelgandek ayollarning to'pisiga kiyimning lagerdagi kiyimning to'pidan hamma ayollarning ustiga buni chechib mushu ostidan tortib ustigachilik ashunda chashdi kiyimning ustidala chiliq hammamizning kiyimi yo'l kaynini qil deb kaynini qil qilgandan keyin mushu hammasining kaynidan mushu dorini chash qildi bu dori xuddi sening davoringga foyda qiladi lekin jiningni ab jangalda qo'ydi degandekla bu dora bu yaralarga kirganda noitimi bak etishtirib noitimi jonni qiynaydigan o'xshaydi bu ayollar joyida turib sakrayotidi taxlayotidi qarab chir chiqirash o'tib ketdi balkim bizning ham qo'zda emas buni har bir qo'ziga shunday odamlarni kirgizgan o'xshaydi butun bir koridorda chiqirash bo'lyotidi qarang xuddi badaningizga kislota tekkandek ashta og'ritdigan o'xshaydi bu dora badanga kirgandan keyin chunki men yangidan kirdim mening badanimga hatto chechilgan vaqtida men bir xil ko'ydagandek his qildim terini agar yara bo'lsa bu qanchalik ko'ydirdi qanchalik og'irtdi bu mening hech qanday zaxmi yo'q terimga bu badanni qo'rgandek mashunda qiliqi ko'ydirgandek bir xil ashta bo'lib ketdi bu yara bo'lib ketgan ayollarning badaniga bu qanchalik og'irtdi buni his qilib beqing albatta bek og'irtdi bu ashunda bular bek chiqirib ketdi shuning bilan hattoki saqchi o'rdi disim unmay past o'tirib dumlab ketganlar bor dorining ta'siridan shuning bilan bu bir soatdan ortiq vaqt bu ish davomlashdi og'irish uchun u voyjon voyay ko'ydiryapti degandek ashmush qo'llarini putlarini mishda yag urib mashunda bu bek ejinishli avval bu ajoyib birinchi qatim ko'rgan avval anadan keyin shu jim kelganligim uchun buni bilmaydi ekanman masalan birsimizga yemaydigan tomoqlarimizni o'tinib berish buni ichida qat'iy cheklangan ekan men birinchi kunisi bilmaylam 67 yoshga kirgan bir opash bor u opashning kirgan gunoyi faqat haramga bormoqchi bo'lib shaxsiy haramga bormoqchi bo'lib arabistondagi birisi bilan bir aloqalashib qolgan iqomat uchun ashta bir qilgan bir ayol ekan endi keyin o'zida 67 yoshga kirgan ayol bu ayolning shika kesilib ekan bu opash cho'qim insulinni qo'sqiga urdi ekan to'q shu vatandek turmaga yetmasdan burun insulin urdi ekan to'qqandikiga oyoq kirganda buni urish bo'lmadi bu ayolga hatto uning ichida 17 yoshdan o'rnimda qo'pib taxlayotgan sakrayotgan ayollarning atrofidagi 38 ayolning hammasining ichida hattoki ko'ksidan sut eqib bolasini emitayotgan ayollarmi bor 40 kungachilik 41 kuni sut kelgan ayollar bor 41 kun tug'ib 41 kunisi 67 yoshga kirgan opash insulin urmoqchi ekan insulinni uning ichida urg'izmaydi ekan ashunda tutib ketdi opashning agashma kasalligi bor bo'lganligi uchun shu tomoq qo'sqi to'ygan bo'lsa og'rimaydi deb shu chog'da oshqozon og'rirdimi bir yer og'rib opashni ashta bo'lganda men o'zim yeydigan momini
Şu apaşqı bəgənligim üçün meni acayip bək urverdi. Kiriplatisi. O iki saqçı kirdi, ay dümbəylerim, qosaqlarımı tepip aşta urverdi. Acayip vəkşi, birinci qatımlıq lagerga kirgen birinci qatımlıq tayıqım şu. Teppatıdı, urvatıdı, o aparat ba. Hemmi yedi. Hemmi yedi aparat ba. Aş aparatdan, aş momu bəginimni mi bilip qaptı. Aş apaş özü degen, eğer meni qusqum toygan bolsa, balkim aşqazınım, şuca aşqazını ağırgan qolayım. Ağırmas boğuydu, dep maşını tutup kesse, men yemey siz yanamsa, dep özümden apiste görüp aş momunu bəgənligim üçün meni bek urvetdi. Urup aş ağzından xuda degen gep çıkıp ketdi. Aş şununla tapa xudarangni. Senin xudarang yaman bolsa menen hazır aldımdan ep ketdi. Dep aş aldımga, keynimge, qusqumga aşta tippetdi. Hele qiyada qiqiratımen, çıqiratımen. Şununla mani yici dep yazar. Yici dep yazar mani dep. Yici degini, mesela şu dinga pek elaqi din arqılıq kirgen, mesela İslam dini ügünüp şundaq kirgenlarni yici dep yazdı ekan. Şunu bilan meni yici qatarı kirgizatdi. Men ta hazır qadar, men hazırga emas, am şuchaq tayaq yegenge qadar bu yici degan nima degan gapni bilmagan. Nima degan gapni bu yici deb baqaldim. Urga vaqtida men yici deb yoza dedi. Bu yici asli shu dinga bakrak itoat qilganlarni yici deb yozdi ekan. Şunu bilan meni aran urdiganni urib deb shu puxadan chiqqıcha urib chiqib ketdi. O'g'ichdek buni meni bir tepgan vaqtida men bunda qorilib, ma putamning lipiga azaldan chiqib ketdi bu lipiga. Mening dadam sunuqchi, ana shu ustaxonniki sunuqchi deb qo'yibmiz ham Uyg'urlar. Ashundaq deb bu dadamning qishiga kirsam men bu o'g'lab joyiga mishtani sap ashta qilib yana 2 kun tuxum sepib mishta qildi. O'g'ichdek men asqab qoldim uning ichida. Mush lipigim chiqdi. Ya o'zim joyiga salolmayman, ya mangolmayman, xuddi putam uzilib ketgandek. Ishib ketdi bu tizim. Şuna bilan o kinisi tayoqni bo'lishiga yeb yetib qoldim men. Yotgandan keyin buning ichida atdiganda shu tomoqni berib bo'lgandan keyin 4 soat, ba'zida 5 soat bizni bir ayrim bir zalga chiqdi. Putimizda ishkal bor, uzun bir zal, bu zalning ichida yaga silingan hech qanday narsa yo'q. Hattoki mishtali simotlab qo'yib qo'ygan. Astimizga bir narsa salma demaydi. Astimizda o'rindiq yo'q, qo'yib o'tiradigan yerda o'tiramiz. 4 soatda 5 soatgacha. Putimizni mashta almab qo'yib mashta o'tiramiz mashta. Putimizni mashta pastga mashta qo'yib. O'tirib, shu nimani anglaymiz desanglar, o o'qituvchini bir qapaz, mashta temir qapazning ichiga o'qituvchi eshikni echiblam, shu xuddi maktabda jangtay deb qo'ydik-ku, bizlarga ma'lumlar gap so'raydigan. Ashning o'xshash yerning hammasini temir reshatka bilan ashta qaplab etgan. O'qituvchini xuddi biz o'qituvchiga ziyon zahmat yetkazib qo'ydi degandek ahvolda u o'qituvchini mahkam shu temir qapazning ichiga solib etgan. Uning ichida o'qituvchi birinchi qatim kirgan vaqtingizda ana sizga bak vakildigan ish darsdan tushgandan keyin birdan chiqadigan vaqtida kundalik 19-qurultay Xi Jinping uning ichida Xi Jinpingning rasmlari bor u zalning ichida. Xi Jinpingning so'zlayotgan yerlari bor, Xi Jinping bilan bor uning ichida. Xi Jinping bunda degan, anda qilgan Xitoycha so'zlaydi, dars anglaymiz deb o'tirimiz ashada. Midrashga ruxsat yo'q. 4 atrofimizdan hammasida saqchi bor. Amishda qoraliq to'g'an bizga qarab to'g'an. U zalning ichida oz bo'lgandimi bir 80 100 ga yaqin 80 hamda mishda chiplashib o'tirib shundaq qatirsiga tizilib o'tirib shu cho'ng zalning ichida televizorda qo'yib birdi, ham o'qituvchimiz so'zlaydi, shundaq qilib yurib 5 soatdan 4 soat aşağı o'tiramiz. Bu Uyg'ur ichidagi ayollarning hammamizning o'zimiz bilib bilmay yoki so'g'i eshib ketganlikdan bo'lamdi va yoki so'g'aq yerda o'tirib yo yotganning tayini yo'q, yo optab ko'rganning tayini yo'q va yoki yerga qo'ng'imizga chaplab o'tirib 5 soat so'g'aq yerdan so'g'uq eshib ketganlikninki dastidanmi uni bilmadim. Bu ishtonlarimiz qitib ketdi.
Endi ya südük chiqib ketib qolamdi, ya bu kiyimni almashtirmaydi. 2 oy yotdim, bir qatam bizni munchug'in tushadigan ishni qilmadi. Hamma ayollarning mushunda ishtallari, siyib qo'pib ya tozlaydigan qog'oz ya hech qanday narsa yo'q-da bunda. Shuning bilan biz siyib qo'pgandan keyin ya bu e, südük mushunaqa temib ketib ashta bo'lamdi. Ishtallarimizning hammamizning oyoq tarafimiz qattiq bo'lib ketdi. Bilmaymiz endi. Ya bu so'g'ig'imiz eshib bir narsa kelib ashta bo'lib ketamdi. Uni ichida qo'zining ichi endi hamma yerda apparat bor. 4 tal apparat. U hojatxonasining ozroqmi bir to'sildigan yeri yo'q. Masalan, siz nima o'bini kirib cho'ngini qilamsiz, kichkini qilamsiz, yana bir odamlar mushtaq yoki jibar qilayotgan vaqti yo bo'lmasa mana o'tirayotgan vaqtimiz bo'lsin va yoki bir narsa yodlayotgan vaqtimiz bo'lsin, yana bir mahbusning nima ish qilayotganligini ko'rib tura oladi. Hammani. Onun ustiga bu apparatdimi teshidagi soqchilarmi bu mahbuslarning o'bini o'tirayotgan, ishdan kiyayotgan endi bu aniq tafsili deb beray sizga. Yoki savatgan hammasini ko'rib tura oladi. Bu yerda bir hech qanday bir to'siqliq ya hech qanday narsa yo'q. Hammani ko'rib tura oladi. Bu bir ig'ir endi bir jinsiy parokandachilikka kirdi bu. Aniq. Andan keyin men lagerga kirgan ikkinchi kunisi meni bir uyga kirdi, yangi kirganlarni. Kirsamdan bu ayollarning hammasining chechini kesik yo'qligini ko'rdim. Hammasini o'xshash kesib o'tdilik. Hattoki cho'ng apashlarning 67 yoshga kirgan apashning chechini kesayotgan. Shu men kirdim, mening chechim uzun temish belimga keladi. Shu ertasi meni chiq dedi. Hamma qilib chiqdim. Bir ayol meni bir uyning ichiga kirib, u hayron qolasiz. Bu uyning ichidagi cho'ng qog'oz eshikning ichida yo'g'on ikki eshikda shu har o'riglik, har bo'g'uqliq, shudda chiroyli uzun chachlar turadi. Hatto oppoq o'riglik chachlar. Bu amni cho'ng opashlarning chechi deb o'yladim. U bir oppoq patnusning ichida yilqi chashni bunda tushiradigan narsa bor. Bir xil mashina bor-ku. Bunda tushiradigan mashina, qaycha, ashunda chashga oid narsalar bor. Shu patnusning ichidan bir qaychini oldi. Chechani kesatmasam bo'lmaydi dedi. Ma'qul dedim. Ma'qul demasam amal yo'q, chechani kesimiz dedi. Shunga o'tladim, majbur o'tirib berdim. Mush quloqning to'yinla mishadla zat. Mashindaqli kesib dedi. Hammadan o'tsin. U eshikdagi chashqa qarasangiz bir xil endi texmi bir xil azoblanarliqlardi. Chunki bo'lib oppoq o'rgidek chashlarni ko'rsangiz, opalarimizning chashlari o'shanchida ba'da cho'ng apash. Bizningki men yotgan qo'zining ichidami 2 apash botdi. Birisi 50 necha yosh, birisi 67 yosh. Hatto 17 yoshli qizvolma botdi. U qizvol faqat Turkiyaningki bayrog'ini undidarning chemberiga chiqarganligi uchun undidarning chemberiga Turkiyaning bayrog'ini chiqarganligi uchun tutib kelingan. Undaq ishlar jiq. Masalan, Allohu akbar ya Allohga amonat ya alhamdulillah degan gaplarni undidarning chemberiga yoki inkaslarga yoki bir yerlarga yozib qo'ygan bo'lsangiz-mu, shuni bu suzib elib, telefon tekshiradigan narsa. Shu orqali kirib ketgan. Xuddi endi hamma Uyg'urni biz bir qatam mushunda qilamiz, mushunda bir qiynab o'ngshaymizlarni degandekli ish. Endi hozir mushu jamiyatimizda mendan bu keyin kelganlarmi guvohlik beryotdi, mushu jinsiy tajovuzchilik, jinsiy parokandachilik qilatamdi degan savolga kelganda, bu Xitoylar oqshimisi mushu chiroyli qizlarni achib ketdi. Bularni endi so'roq achqamdi va yoki jinsiy parokandachilik qilib bular tajovuz qilib achib ketamdi, uni bilmaymiz. Kirgandan keyin bular yig'laydi. Hatto kiyimni shu tayoq yegan niyalarni men kiyimning orasidan mashunda ko'rdim, shu piday tekkan tayoq yegan zarbalarni. Hattoki uni ichida birsiga pichirlab qilishqim bo'lmaydi, gap qilmaysa deydi. İçideki adamlarni bular to'xtamay amlashtirdi. Masalan, bugun 27 odam bo'lgan bo'lsa, 37 bo'lib ketamiz. Qani qolganlari. Bugun 37 bo'lgan bo'lsa, 20 ga tushib qolgan vallarmi bor. Bugun bir kun oqshimisi so'roq ochib ketib yig'lab kirganlarni ya ularni boshqa yerlarga bo'litidu, chunki ana ichidagi gapni deb qolmasin ya xuddi kunda mana achib ketadi deb diqqat qo'zg'alib ketmasin deganda qilib bu ichidagi odamlarni
to'xtamay yamlashtirib turdi. To'xtamay. Siz bugun ma'noda yotgan bo'lsangiz, ertasi yana bir yerga, 2 kun ma'noda turgan bo'lsangiz, 3 oyga. Chunki men palonchini akitib naga pading nima ish qilgandi deb ma'noda diqqat qo'zg'alib ketmasin deb ashundaq o'ylaydi deb o'ylayman endi. Ondan keyin mening xo'zamda men bevosita ko'zdan kechirgan Zeynep Han deb bir ochimiz bor. U ochimiz endi bu meni akirgan turma endi har bir rayonda Urumchida necha rayon bor. Masalan, Xitoyning o'zini bo'lib olgan Tiansa rayoni, Yangisha rayoni, Tudunxaba rayoni, Shimogo rayoni degandek endi. Bu meni apaga ya o'zimning tavalligidagi ya o'xshaydi. Shu chaqdagi hissiyotim bor, turmaning ichidagi. Endi u yerdagi odamlarning hammasini men taniydim. Chunki yili qarasam to'pandek qo'shnam, yili qarasam ostimdek qo'shnam, yili qarasam oshqan, yana birisi navoiyxon oshqan degandeklardi. U mening ma'lamda bir mushu ayollar o'lib ketsa alayda kepanlik oladigan, juydigan ishlarni qiladigan bir ochimiz Zeynep Xonda. Bu ochimiz bilan bir yerga kelib qoldim. Kelgandan keyin bu ochashni shu oqshimiz achib ketdi. 52 yoshlarda. 52-53 yoshlarda bu ochash bu. Achib ketib so'raqva deb achib ketdi. Achib ketgandan keyin bu ochashni xuddi meni birinchi kunisi ishtirib akirayotgandek, tashlayotgandek, ishchiga ishtirib tashlayotdi kechib olganda. Shu bir kecha bu holimi yo'q yig'lab chiqdi, so'rg'il bo'lmaydi. Masalan, yot degan yer yotimiz, u 3 odam otlab ayad yotgandan keyin buning nim bo'lganligini bilmaymiz. Masalan, so'rayamaymiz tammi. Yendikilar kecha pichirlab sharat qilib nim bo'lganligini so'raganda bo'lmasa, men so'rayamadim. Qopqazmanglar, buni hech qanday nim qilmanglar dedi. Chunki tayoq yeb o'rnini qo'pamaydigan inoq uni. Shuning bilan bu ochashni 2 kun o'tgandan keyin shu bir narsa yodlanglar degan vaqtida shu deb hammamiz varang-churing shu bergan narsasini Xitoycha hamdi. Men Xitoycha bilmayman, Xitoycha o'qimagan. Xitoycha o'qiganlar qildi, bizmi o'shani qarab o'tirmiz. Shu chaqda ochimiz azroq o'ngshilib qolgan vaqtida yeniq kelib so'rdim. Voy acha, ukini sizni bek ko'rvatdimi nima desam, shu chaqda deb urush u yoqda tursin. Qip yalang'ashlab meni. Qip yalang'ashlab deb onadan tug'ma pidayvini soldi meni. U boshqa qiynashlarni deb bilmayman. Ash to'pamga ishki Xitoy siyib, sizlar musulmon debsan burun bek musulmonding'o, namoz o'tayting'o, sen yiji ekansan deb. Yiji degani shu dinga bek kirib, dinni o'qigan, dinni tushunib, masalan, hijoblangan. Hijobni qilib boqmadik-ku biz Urumchida bizga hijobliq jiq Uyg'urlarni ko'gilmaydi. 2009dan keyin shu 7-iyun vaqasidan keyin hijoblanganlarni bek tutib qolgandan keyin o hijoblanishmi yo'q. Masalan, islom dinimiz bo'yicha uzun kiyimlarni kiyib, mashunda yurganlarni endi shu yiji dinga qatnashgan, dinga oidlarni yiji deb yozdi ekan. Sen yijigo deb ashunda qilib u ochashni, sizlar musulmonlar namoz o'qishdan burun tarat olsizlar-ku deganni qilib, endi tarat ola deb Xitoy beshimdan oxirimgacha mening ham yerimga siybatdi. Beshimdan sudik hozir deb yig'lab ketganlik ochish. Am qip yalang'ash qilib onamdan tug'ma qilyapti meni ukam. Meni onamdan tug'ma qilyapti, mening boshlarimga siydi. Tarat ol deb beshimlarimdan tortib ham yerimga siydi. Mening yaqin kelmanglar. Menda malaning sudikining purqi bor. Sudik va menda ner turinglar deb ketdi. Endi ko'rgan ishim shu. Hammadan bek ig'ir ish. Ondan keyin uni ichida dori ish kezganda sirt 15 kunda bir qatim qon oladi. 15 kunda bir qatim qon oladi. Masalan, buningga har bir qatim olganda mushundaq potolkada 8 dan 10 gachilik alamdiki xili uzoq vaqt jinni biligimizda turdi. Chunki qo'linimizda moshtalat chiqarib birimiz, bir tushuk bor ostida. Ash tushukni chiqarib birimiz bu atrofdagi niminiki monchilik potolkami yo menchilikmi uni bilmaymiz. Jinni xili uzoq vaqt turdi biligimizda. Ondan keyin azaldan menda qon az. Bu odam yo'g'on bo'lsa, simiz bo'lsa, bunday qancha xuldi deb o'ylamaslik kerak. Inson menda azaldan qon az. Kichkimda deb maktabda mashindaq deb bu qonni olgandan keyin halsiraydi ekansiz. Bosh qaydi ekan. Uningga qarab men onda 1 kilo qon oldimki deb o'ylab qolman. Ashunda hamdichu.
Ularning qanchalik qanog'ini bilmayman, lekin 15 kunda bir qatam qon oldim. Anadan keyin 2 qatam ash lagerda 2 oy yotdim, 2 qatam belikimga mushu vaksinami yoki vaksina deb urdi hamda bizga. Ya vaksinami nima o'qil bilmaymiz. O'qil urdi. Anadan keyin bu Xitoylar bergan u dorining kuchi qanday desangiz, sizni xomush qilib qo'ydi. Xuddi siz men rostini aytsam 2 oy turmada yotdim. Bir qatam uyamdagi bolalarimni ash dorini yeyishdan burun turmaga lagerga kirishdan burun uyamdagilarni sig'inib, balam qanday qilgandi, dadam meni o'ylab ne bo'lib ketgandi, qarindoshlarim ne bo'lib ketgandi deb men ularni sig'inish deydigan narsa yo'q. Balkim shu dorining kuchimi? Sizni put qo'lda jon yo'q, butun jismingizda jon yo'q, hech qanday bir aloqa. O'ylaydigan kallami yo'q. Sizni xuddi kallangizni, mingingizni kontrol qilayotgandekchu bir narsa. Mashinadandek mangdirdigan, turdigan, hech qanday bir sirtdagi ishlarni o'ylamaysiz, hech qanday ishni aloqa kallangizga kirgizolmaysiz. Seg'inish deydigan hujayralarni o'ttirdigan ashundaq bir dorilarni kunda degidek yegizdi. Anadan keyin bizni ash urib so'roq qilish jarayonida 2-3 qatam menimi aloqa so'roqqa chiqdi. Chiqqan vaqtida faqat so'ragan savolim har bir qatam ashundaq bir savolni bek jiq so'radi. Necha qatam kashtak chiqib ketib. Chiqib ketgan vaqtida ularni ayrim bir so'roqxonasi bor. Shu so'roqxonaning ichida mendan so'ragan savol har doim o'xshash. Sen mushu islom diniga qanday qaraysan? İslam dinini sen kim ügetken? Sen Xudoning borligiga ishonamsan? Sen Allohning borligiga ishonamsan? deb. Shu dars o'tgan vaqtidami birinchi kuni, birinchi qatam kirgan vaqtimdala tayoq yedim. U yegan tayoqim nim bo'ldi desangiz tutib olib meni Xudo bormi deb darsdan chiqadi vaqtida. Degina Alloh bormi yo'qmi deb. Bu gapni biz men bo'libmi Aşın içidikilerimi deydi, ben ağzımdan çıkaramadım. Ben Allah yok diyen gapni çıkaramadım. Cim turib aldım. Turib algandan keyin bu bek yep ketdim tayoqni. Kaltak bilan dümbem gelen netçini urib etdi. O rezinga kaltak degan ajoyib uni hozir o'ylasam tinim shurkraydi. Dümbelerim gaçta yep ketdim. Shuning bilan o kunisi yig'lab yetib o tayoq zarbasida badallarim og'rib ashta qavassam ichidagi kechida yenimdagilar yo'q deb qo'y, ishtim bo'lmaydi, Alloh bor deb ichingni bilsang bo'ldi dedi. Ashunda tarbiya berdi. Bizmi o'zimizga tarbiya beryapmiz. Pichirlab uni buni qilib o'qitdi. Shunga o'zimizning ichida, dilimizda Xudodan ming qatim, Allohdan ming qatim kechirim so'rab, ey Allohim, seni mush Xitoyning oldida og'zimizda deb qo'yganimizlar sen dilimizda bor deb endi hammamiz her bir qatim darsdan tushganda shu savolni so'rsa, men ham boshqalar yo'q deb javob berishga o'rgandik. Yo'q deymiz. Anadan keyin bular Alloh bilan Xi Jinpingni surishtirdi. Alloh bormi yo'q, Xi Jinping bormi bor. Xi Jinpingning qiladi degandan keyin biz Xi Jinping bizga afzal sharoitlarni yaratib, bizni bunday qilib bolalarimizning o'qish saviyasiga bunday qilib bu jiq gaplar u. Hattoki bizga kunda bir qarindosh qalam bilan qog'ozni berdi. Xi Jinpingni madiyalab bir narsa yozinglar. Xi Jinpingga maqtab bir narsa yozinglar degandek. Ashundaq narsalarni yozg'izib ketdi. Shu ashun ichida bo'ladigan gap shu Xi Jinpingning gapi bilan. Hattoki televizorda Xi Jinpingning 19-qurultay so'zlagan narsalari ashundaq. Shuning bilan bu Xi Jinping butun ishni Xi Jinping mushta o'rlashtirgandek. Ashun ichida Xi Jinping'e bo'lgan texim uchlimanligimizda kallamizda uxlasak, qopsak, yatsak, Xi Jinping lamzadi. Xuddi aloqa kino filmlardagi olvasti bizning hammamizni mundaq qilib bir olvastini Xi Jinpingga o'xshasak, xuddi bizga bir aloqa jadu qilayotgandek bizga hammamizning kallasida boshqa narsani chiqarib Xi Jinpingni kallamizga singdirib atgandek. Xi Jinping ideyasini zo'lab turib bizga maqtat qilib zo'lab turib bizni Xi Jinpingni shu nauzubillah Alloh saqlasin Allohning o'zining qudratli ko'z deb o'zini Allohning o'rniga selishtirg'izib ashunda. Anadan keyin mushundaq ahvollarda azroq bizningki mushu ifodamiz yaxshi bo'lmasa, hatto aloqa
Saqchilar bizga tehdit aralash deydi. Deydi kichik turma, kichik xo'za deydi. Kichik xo'za deganimiz endi kengligi 1 metr, uzunligi 1 metrlik bir yer ekan. O'rningizni muqib olmaydi ekansiz shu o'tag'an padinda 2 kun, 3 kun tamoq bermay, ashta kichik bir o'ylari bor ekan. O kichik xo'za deydi ekanmiz. O bir jazolash nimasi ekan-da. Biz shu gapga anglamasak, shu kichik xo'zaning ichiga shu boshda putimizni uzun so'zgan padida putimizga tumirlar bilan boshda o'tiradigan bir xo'z bor ekan. Tamoqni bermaymish uni jazolaganda. Shu kichik xo'zaga kirib chiqqan qizlarning gapini angladim. Onun o'tirish bek tez. Hech qanday ish qilmay, hech qanday narsa yo'q, qorong'i uyning ichida kichik xo'za deydi ekan, 1 metrda 1 metrlik. Kirib chiqqan qizlar dedi, lekin menmi uni ichiga kirib boqmadim. 2 kun tamoq yemaydi ekan uning ichida. Hech qanday odam bilan ko'rishmaydi ekansiz. Hatto siz nimalar qilsangiz ashaq ichida o'tirib, joyingizni chiqarib, joyingizda ashaq o'tiradigan ekan. Ashunda kichik xo'zaning ichiga kirgan bormi deydi ekan. U kichik xo'zaning o'tirish bek tez ekanmish, anglasam. Ashaq yalag so'laydigan, qo'lni qisadigan ishlarmi bor ekan. O'sha qo'lni qisib ixro qildiradigan narsalar bor ekan. Xuddi biz uni kichik vaqtlarimda men kino filmlarda ko'rgan bu Xitoylarning qo'lni qisadigan nimalari. Ashunda qiynashlar bor ekan. Balki men uning ichida mening yo'ldoshim chetalik bo'lganligi uchun men chiqqandan keyinmi bu yo'ldoshimninki bir ayaga berib deb qo'ymasligini yoki shundoq bir o'yladimi. Lekin boshqa Uyg'ur ayollariga o'xshash meni jinsiy tajovuzchilikqa va yoki unchalik tayoqni yedim, tayoqni ravris yedim lekin. Uningdan boshqa haliqi tajovuzchilik qilish, jinsiy parakandachilikka men uning ichida bevosita uchirmadim. Chunki mening yo'ldoshimning chetalik bo'lganligi mush taraflardan meni saqlab qoldimi ekan deb o'ylayman. Lekin uning ichidagi umuman Uyg'ur ayollari bu ishlarga cho'qim 100% hammasi chaqirib ketilganlarning hammasida mushundaq jinsiy parakandachilik uchirdi. 100% u mening ko'z qarashim. Mening birdan-bir saqlanib qilishim shu yo'ldoshimning chetalik bo'lganligi ham mening bir putimning chetelda bolalarim bor, mana bu mukammal bir oilam chetalik bo'lganligi uchun shunday qutulib qoldim deb o'ylayman. Bu chetel lagerdagi hayotim endi mening. Bizga turminingki masalan u lager deymiz. U men chiqqandan keyin men shu yotganlardan men chiqqanda men hozirgachilik chiqib ben u nerede yotganligimni bilmayman-da. Chiqib u yerda mening yotgan yerimning hatto beshim xaltini kiygizib chiqdi. Uning keyin ashun ichidagi turayotganlardan talardagi mish-mish paranglardan yo kim-kimning qayerda ekanligini yo aniqlab chiqib yo qilgandan keyin hattoki shu bizga o'qituvchilik qilgan odamlarningki boshqalarga deb berishi u bu orqali men o'zimning bezan turmushda turganligimni sirtqa chiqib bildim. Bezan Joey Patient Roshin. U bir maktabni o'zgartgan lager ekan. Maktabni o'zgartgan. Uni qarasangiz siz xuddi maktab binosini ko'z oldingizga kelin. Palampaydan chiqsiz, anadagi ikki taraf uzun koridor bo'ladi. Koridorning beshidan bir temir eshik bo'ladi. Temir eshik. Koridorning ikki tarafida. Chiqqandan keyin. Udulida 3 tal derizlik ishxonalar bor. O ishxonalardan anadagi ikki tarafga qarilgan koridorning beshidan bir eshik turdi. Uning ichidan bir saqchi, tashidan bir saqchi ashunda turdi. Anadagi sizni ichiga kirgan vaqtida ma eshikni ochdi. Ochqandagi uzun koridor ikki tarafda. O koridorning har birisining teshida temir reshatka bor. Masalan, sinf deyli, maktabning sinfi deyli. Sinfning oshlar o'zlari temir reshatkaning ichidan manda bir kichik ya, hatto echib ichida gap qila oladigan, ko'ra oladigan, uqtirish bera oladigan ashundaq ahvol ostida. Anadagi derizim yo'q. Derizni bular o'zlarida qishda qo'pirib o'tgandekchi, uni bilinib turdi uniki. Amaliyotda burun aynaklik deriza, lekin bular buni derizni qo'pirib bunda tam qilayotganligi bilinib turdi uni ichida. Siz bilalaysizki bu yana o'rinda burun aynak deriz bor deb. Lekin hojatxonasinimi xuddi haliqi mushu lager uchun amaliyotda burun hojatxona yo'q. Buning ichiga o'zlari tezlik bilan bir turbalarni bekitiblar har bir uyga. Mushta hojatxonani har bir uyga siydigan yani bekatgandeklar shundoq. Anadan keyin
Zhang Zhuren deydigan bir Xitoy doim emas Zhuren deydi ekan uni. Zhang Zhuren deydi shu lagerning ichidagi cho'ng tekshir so'roq qilgan Xitoyni doim. Shundoq chiroyi qarasangiz bir xil o'chmanligi bor Uyg'urlarga. Chiroyida chiqib turdi, xuddi bir ashundoq darajada. Men ikki qatim so'roq qilganning ikkilisi Zhang Zhuren deb ashadi. Unimi boshqalarning sirtda turib yoki qishig'a bir narsalarni akirib bergan vaqtida Zhang Zhuren deganni anglab qoldim. U bir Zhuren ekan ash lagerdagi. Uningdan boshqalarning ismlarini alayda chaqirishib, palani saqchi, pistani saqchi deyishmaydi uning ichida. Hech qanday saqchining ismini bilmadim. 37 24 110 telefon nomeri. Ash telefonga telefon qilsanglar, meni tutgan saqchixona shu. 37 0991 37 24 110. Manga kelgan telefon nomerim shu birinchi qatam men chaqirgan vaqtida. Meni tutgan saqchining ismi oshni men ele deb beray. Ismga keladi lekin pek aniq ismni deyman. Shuni tavallab ketdi. Ko'zanaklik paka Xitoy ikkisi. Yana birisining ismini bilmaydi ekanman, birisi bizning mushtavallikka mas'ul Xitoydi. Ash ikkisi. Hatto meni lagergachilik olib borgan. Endi u lagerni tasvirlab berdi desanglar, bu lagerning ichini bir apaq sirda sirlagan o ajoyib uyabiyaning sirlari muchib ketgan zodilik bir nachar bir xil ashundoq narsalar. Ichi ashundoq xuddi bir maktabni tez xarakterlik mush odamlar tutib ulgurmaganda, masalan bu turmalar yetishmay, odamlar petishmay qolganda xuddi bir ya'ni hozircha ishlatib turaylik deganga o'xshashlam. U bir maktab binosi. %100 maktab binosi. Maktab ya bo'lmasa bir hukumatning o'zining ishxonasi. Ondan keyin yo'g'on darvozaning ichida qo'roning ichimi uncha cho'ng emas. Unda cho'ng maydon emas u. Ondan keyin maydon emas, egiz tam. Bütün aş binoning oldi, hatto temir reshatkali. Ko'zimni kichik yerdan ko'ralayman-da hali xaltini mushtaq qarsam. Cho'ng maydon emas u. Ondan keyin temir reshat temir nimada qilarkan, egiz tam. Kirgandekinlar onda bir 10 dak palampaydan kirib bir cho'ng aynaklik eshikka kirdikansiz. U yerda shu Joey Patient Johnson degan xat bor. Ondan keyin kirgandan keyin bir cho'ng zalga kirsiz kirgandan keyin o'ng tarafda kutilish zali, jinoyatchilar kutilish zali debdi bu. Ashunda bir gap bormi? Bir kutilish uyi degandek endi. Xitoycha yozig'liq. Andik aşağıya kirib kiyimlaringizni almashtirgandan keyin soqchilar aşağıdan sizni yana palampayga chiqarib, o har bir palampay bunda chiqsiz, yana maktabning qanday bo'ladi? Maktabdan bir palampay chiqsiz, anadan keyin ikki taraf koridor oldu. Yana o koridorning ma tarafida yana ikkinchi qavat chiqadigan bo'ladi. Ashun o'xshash. Uni siz men turma deb o'ylamaysiz ham buni. Balki men abay deb berdim, o turma emas. Turma emas, alaydan yasalgan turma emas, u bir faqat shu o'rin yetishmaslikdan o'g'itadigan mushu masalan bularning og'izdagi atalmish tarbiyalash markazi dedi-ku, bu markazlar yetishmaganlikdan hukumat o'zininki ishlatmaydigan bino, maktab, doktorxona, ishxona degandek hukumatning tavalligidagi bino uylarini shunda o'zgartib yasalgan yerlar. Qo'ypagan 2018 6-oyning 2 kunisi to'satdan meni qo'p chiq dedi, ma'qul deb chiqdim. Chiqqandan keyin dal ash koridordan tushdim. Anadan keyin o koridorning oldidagi saqchilarga bir narsalarni ko'rsatib, meni akaga saqchi uni u yerdan bir chiqadi. Chiqarib shu 3-qavatdan pastga tushdik. Tushib beliqi meni kiyimimni silib xaltaga olib qo'ygan yerdan meni yana kiyimimni kiy dedi. Ma'qul deb o'zimning kiyimi ismi yezig'li xaltadan o'zimning kiyimini olib kiydim. Kiygandan keyin meni yana shu xuddi bir naga sulanganingni hech kimga demasin, maxfiy qolsin, xuddi hech kimga bilmasin degandek qilib, yana meni xaltini kiygizib, tutamdagi nimani avatdi, tumini. Avatib qo'limdagi ko'zo'lanlam meni shu mashinaga soldi. Silib yana ketyapmiz. Yana naga ketganimni bilmaydim men naga menvatganimni. Shuning bilan meni yana shu 1,5 soat, 2 soatdan keyin ya so'rg'il bo'lmaydi, ham so'rmadi, so'rg'il bo'lmaydi ham dunyoga nagap manganimni. Titrayaptim men, qo'llarimda jon deydigan narsa yo'q. Mashinada olib ketdim. Qo'llarimdan tortib titirganimni
Bedenlerimning titrayotganini o'zim bilib masham. Faqat jon yo'q. Bo'ldi meni endi tag'ning orasiga bir otidi ol deb o'yladim. Qarasam kiyimingni yeng, o'zingni kiyimni almashtir dedi. Men o'yladimki, meni yana bir buningdan yuqori bir yak apirdiga o'xshaydi turmaga. U yerda o'zining kiyimi bor, shunga ma kiyimni, malaning kiyimini saytib oyoq olganda, "A kiyimni kiyman" deb o'ylab ketyapman. Tutandı tömürünü evetdi. Evetgandan keyin shu bir yerga borganda meni tush dedi, tushdan soat shu attigan soat 10da ashuni ichidagi bir narsaga imzo qo'y dedi, qo'ydim. Anadaki mangdim. Shu 10dan tortib shu bir soat ashuni ichida yana bir narsaga imzo qo'ydirdi meni. Xitoychini bilmayman. Barmoq bas dedi, basaman. İmzo qo'y dedi, qo'yman. Ashta qilib shurib 6-oyning 2-kuni bo'lganda meni shu chiqib ketyapman bir yerga kelganda mashinadan tushdim. Ondan keyin mashinaga tushishdan burun mening beshimdagi xaltani evatdi bular. Evatib soqchixonning mashinasidan tushdim, soqchi mashinasidan. Tushsam shuning bilan bu soqchixonda qolatdi. O'ng'uchilik bular mashinadan tushib bo'lguncha mening qo'limdagi ko'zini mavatdi, orqaga boqdi, beshimdagi xaltani mavatdi. Shunda bir odatdagi odamdek tanga. Odatdagi bir odamdek o'zimning kiyimi shuning bilan bir yerga tushadi dedi, muomalasim o'zgardi mashinadan tushgandan keyin. Tusha oldirmay tusha debdi mashinadan. Mashinadan tushdim. Tushgandan keyin qarasam u soqchixonni bilmayman. Ananchu mening ya turishlik joyim emas u. Ya mening noposim turishlik joyim emas. Ya mening hech qanday bir qinim qitilmaydi-da, ya nopos bo'lsin, ya kimlik bo'lsin u soqchixona bilan. Ananchuning Sishxu deb bir yeri bor ekan. Sishxu degan yerdagi bir yezining ichidagi bir soqchixonaga akeldi meni. Qarasam o bir Uyg'ur soqchimi oldimga chiqdi. Olg'achilik chiqib, "Voy, keldimi" deyishib meni. Yana meni soqchixonaning ichidagi kutib olish soldi. O'tiring deb shunda muomalasi yaxshi. "Voy, bu nima bo'lib ketgandi" dedim. Yana titrayotman, atrof qarayotman. Mushtaq qara deganda qildi, qarasam yo'ldoshim qo'lda bir narsalar bor. Soqchixonaning ichida u yoqdan bu yoqqa menayotganini ko'rdim. Shunda bir xil ajoyibli bo'lib ketdim-da. "Voy, yo'ldoshim bu ko'zim rasmo nima ko'ryapman men" deblar. O'ng'acha uni ichidagi Uyg'ur soqchi menga choylarni akirib, "Choy ichamsiz, oqilamsiz, moqilamsiz" deb ketadi. Bu ajab yaxshi nima bo'lgandi dedim. Qarasam yo'ldoshimni tasoddifiy bir yerda mushta o'tib ketganini ko'rib qoldim. "Voy, deblam shu qarasam bu meni izlaganda qildi. Am keladigan soqchi yo'q, to'xtabdi. Rasmiyatlar bor o'tib biroq bir aktsiya hozir deb ochdi dedi. "Ha, meni qo'ydi-ku" deb o'yladim. O'g'uchilik buni bir yerda imzolarni qo'ydirdi. Men bir yerda imzo qo'yyapman. Bu chet ellik tursa, ya xitoychini bilmaydi, ya uyg'urchini bilmaydi. Shuning bilan bu yo'ldoshimga debdiki, "Sen o'zim rozi bo'lib joyi peshin jo'shinga men ayolimni o'ginishga o'zimiz tizimlatdik" deb mashunda bir qator narsalarga lavza ishlarga qandaq odam o'zining bolasidan yo'ldoshidan ota-onasidan ayrilib tayoq yegili bir yerga tizimlatqili boradi. Xo'rliq tatqili bir yerga tizimlatqili bor do'st o'ylab baqing. Bir. Ikkinchi bu bir chetallik. Chetallikka u o'zining tili bo'lmasa, ya tarjima qilib, "Men munda gap imzo qo'yamsa" demamdi. Unig'imi demaydi. Sen mushu narsalar hammasi sening ayolingni qo'yib beramiz degan narsalar. Endi men sen azroq qisqish tarjimani deb beray. Sen endi mushuning imzo qo'ysang ayoling ana akitsa hozir. Buning imzo qo'ymasang ayoling yana qayta mush mashinaga chiqib ketadi joyiga. Sen buni birdan bir men sana tarjima qilib beray. Ayolimni o'zimiz tizimlatib, peshin jo'shanga berdik deysa. Debdi. Endi siz o'ylab baqing, siz bo'lsingizmi hozir akitay. Nim desang da. Ha, men qildim. Demdik ya qanda deymiz. Bir yerga meni qo'yib qo'yib, bir yerga yo'ldoshimga sen imzo qo'ysang meni berimiz degandan yo'ldoshim. Voy bo'ldi, men o'zim tizimlatdim dey. Bolalarim bir opisi bilan ko'rasin. Nima kun bo'lsa men nim qildi sana shuni qilay deb menmi o'zim mushu jidvan sishang bilan kirgan mushunda diniy asabiylik batdi mening kallamda. Shuni kallamdan chiqarish uchun men tizimlatdim degan narsaga men imzo qo'ydim. Yo'ldoshim biz birlikda buni o'ylab, buni mushunda o'rganishga berishni loyiq ko'rib biz o'zimiz tizimlatib kirdi deganga
Saqchi tutdi degan gapmi yo'q. Uning ichida yegan tayiqim, elingan qon, yegan dorilarim, hech qandaq narsaning hech qandaq bir nimasi yo'q-da, haliqi gapi yo'q. Shu endi ishga yotqinim qapti. Mengu yo'lishim chetalik bo'lganligi uchun chiqaladim haliqi yerdan. Endi bu gapni qanday boshlaymiz desanglar, ben shu kunisi yo'lishim bilan chiroyli nima desa imzo qo'yib ashlarninki degan qiltaqlarga tushib turmada yatmaslik uchun ashundaq imzolarni qo'yib chiqdim. Endi bu bir jarayon, qaysi jarayon keldi desanglar, men qanday qutulib chiqa oldim? Men chiqdim turmadan. Endi men chiqib bu yo'ldoshimdan alayman bu ishlarni. Bu qanday qutuldira olding meni deb. Bu yo'ldosh men kirib ketgandan keyin izchil turda butun Urumchidagi turma, saqchixona, hamma yerga masalan mushu butunlay mushu saqchi tavalligidagi hamma yerlarga berib mening izdak so'rig'imni qilibdi. Hatto Davanchang'ga beribdi. Endi boshqalar debdi Davanchangda bek cho'ng bosh shu yerda deb. U yerga bosim hech qanday kirgazmay, unda odam jiq bu yerga kirgili bo'lmaydi degandek ashunda. Abdunum rayonlik endi jamoat xavfsizlik idorasi tashqi ishlarga kirib debdi. Hatto ashada mozroq varangchurunglarni qilibdi. Mening ayolimning gunohi nima? Bir adamni so'lisanglar turmaga yo bo'lmasa bir jinoyatchi bo'lsa, uningmi ya yonchuqchilik, ya bulangchilik, ya o'g'irlik jinoyati bilan kirdi deydigan qog'ozni uydagilarga bersizlar. Mening ayolimning nima gunohi bor? Ya o'g'ri deb bir narsa chiqirpa, ya yonchuqchi deb bir narsa chiqirpa, ya bulangchi deb chiqirpa. To'satdan işte agar ketib nima ekanligini bilmasam bu nima ish? Menga bir narsa chiqirib beringlar deb bu avtonom rayonlik tashqi ishlarga berib mush ishlarning hammani desa biz bunga mush 2016-yildan keyin burunqi bunda ish bo'lsa deyaylik, hozir bu vaziyat keskin. Buningga biz kesib sana bu yakunni chiqarib sening ayoling palan yerda demaymiz. Bu hozir hukumatdan yuqoridan tushgan buyruq. Bu mushundaq tarbiyalash deb bir yer ichildi. Uningga biz hech qaysimiz buningga nima uchun degan gapni qilolmaymiz deb ashla debdi. Degandan keyin bu nurg'un yerlarga berib mening izdak so'rig'imni qilolmagandan keyin bu bir qatam Beijingdagi, ya'ni Pokiston o'zining davlatining konsuliga berib bu ahvollarni deydi. Degandan keyin bu yerga mening faqat mening yo'ldoshimlar emas. Menga o'xshash Pokiston to'ygan ayollar bizning vatanda sal ko'proq, chunki chegirdosh. Netsi, menga o'xshash kirib ketganlar bek chiqqan. Shunga ularmi netsi berib bu ayollarning yo'qligini, shunday ahvol ekanligini degan o'xshaydi. Degandan keyin bular bir tutash mush ayollarning izdak so'rig'ini qildiganligini mushu xotirjam bo'lib ketinglar deb bu boshda bo'lganlarning hammasini vatanga qaytib turinglar. Qaytgandan keyin biz cho'qim yaxshi bir natija beramiz, cho'qim chiqadi necha kundan keyin deb ashta deb bularni yo'lga sevdi bir netisini. Buni orasida mening yo'lishimmi bormi? Ya'ni kelib men kirkitib 15-20 kundan keyin bu konsulga berib, shu Pokistondagi konsulga, Amerika Beijingdagi konsulga berib qolgandan keyin bularni ketinglar biz hal qilamiz, 100% hal qilamiz ishinglarni deb ketkizudamdi. Ketibmi yana bir oygachilik meningdan hech qanday xabar yo'q. Olayliqi xuddi bir og'ziga quruq emizikni silib yozg'i savatgandeklar hech qanday bir xabar yo'q. Xabar bo'lmagandan keyin bular yana bu bo'lmadi, bu xabar hech qanday xabar yo'q deb ikkinchi qatam yana bordi mening yo'ldoshim. Yana bir ikkinchi qatam bordi. Baga vaqtida bu konsuldimmi hattoki xuddi Xitoy bilan birlashib olgandek boshda. Bularni bundaq shaklda kelganlarni qabul qilmanglar degandek endi konsuldimmi bularni qabul qilmay kirgazmay nima sababdan kirdi deydi ekanchi konsulga degan vaqtida shu bunda ishlarni deydi ekan. Uning ustiga bu yana biz Sharq Turkiston atalmish Xinjiangdan kelgan Xinjiangda yashayotgan pokistonliklarning konsullikka kirmaslikni bularni kutib olmaslikni ashunda degan o'xshaydi. Degandan keyin bu yo'ldoshim bilan yana bir ayoli Uyg'ur bir bola ashadilam ash konsuldagilar kirgazmasanglar bo'ldi hamsa. Biz mishadilam biz chet el taratqullarini izlab topib mishaga chaqirdik hozir. Bu bir ashta dabdamdi chaqirmiz hozir. Hozir mishadi BBC bo'lamdi, CNN bo'lamdi va yak Washington Post bo'lamdi. Biz bu yerda bilmaydigan ish yo'q, biz chet ellik biz.
Biz bu işni ço'ng qo'ytimiz endi. Biz hamma yerga bizning begunoh kirib ketgan ayollarimiz to'g'riliq misha turib guvohlik beramiz, muxbirlarni ko'rishimiz deb u konsuldagilarga buni deydamdi achchig'ida. Kirgazmasang biz manda qilamiz deb. Bularning ashu Abdunum rayonluq Guantin deymiz hamda Xitoycha Abdunum rayonluq jamoat xavfsizlik idorasi bilan bularning bir telefon aloqalari bor o'xshaydi. Shuning bilan ularga telefon qilib, mushu sizlarning tavallikdagi manda odamlar kelib hozir muxbir chaqirmoqchi bo'ldi deb bu xabarni ashlarga yetkazgan o'xshaydi. Yetkazgandan keyin bu nurg'un yerga berib mening izdak so'rg'imni qilib telefon nomerlarini qoldirib bu yo'ldoshim. Hattoki ash Abdunum rayonluq jamoat xavfsizlik idoralari tashqi ishlardan tortib hamma yergachilik to'xtamay harakat qilayotgan bu yo'ldoshim hamma yerga agar ayolimning izdak so'rg'i bo'lib qolsa bilan aloqalashing degandek telefon nomerlarini hamma yerga qoldirib qo'yibdi ekan. Shunga qarasa bu yo'ldoshimga bir telefon kelibdi. Telefonda Abdunum rayonluq Guantin kimkan u deb balqi konsuldimni so'rab ismi falonchi ekan yo deb ashtada so'rab konsulning oldiga kelgan odamning kim ekanligini bilib bu yo'ldoshimga bir telefon keldi. Bu Abdunum rayonluq jamoat xavfsizlik idorasining tashqi ishlardan kelgan telefon. Kelgandan keyin bu yo'ldoshim telefondan olsa, sen hozir konsulning oldidami debdi. Men hozir Pokiston konsulining oldida. Men hozir muxbirlarni saqlayapman. Sizlar bir qatim kelsanglar ayolimni chiqarib bermadinglar. Endi men ikkinchi qatim kelishim. Bu qatim men cho'qim ayolimni chiqqaniga qadar mishada muxbirlarga deb nima ko'rsam ko'rib, anadan keyin biroq bormay bo'ldi. Deb ashta deb ularga telefonlashdi desa, bular unda qilma, bu qatim cho'qim chiqarib beramiz ayolingni. Gap nas qilib ularni ko'rashmay yenib kel. Muxbirlarni ko'rashma deb ashta debdi. Degandan keyin bu yo'ldoshim, yo'q, men bir qatim islam yenib kel, ayolingni chiqarib beramiz degan tanglar men yenib borsam hech qanday keyin meni ko'zga ilmadinglar. Bo'ldi men bugun muxbirlarga deydiganimni David deb ayolimni nima ish qilsanglar qilinglar, men balamni deb ketmay o'sh balamni. Bo'ldi. Men bugun sizlarning rasmiy hamma ishni deymaymish muxbirlarga. Nim bo'layotganini deb ashta deb. Degandan keyin bu Abdunum rayonluq jamoat xavfsizlik idorasi tashqi ishlardan yo'ldoshimga yolvorib, unda qilma, sen pasportingning kopiyasini avat. Sen 100% ayolingni oldinga chiqarib beramiz. 100% bu deb ashta debdi. Faqat ko'rashma bo'ldi, muxbirlarni ko'rashma. 100% chiqaribmiz. Men palonchi masalan shu mishanninki hisobda Kojang, Chujanglari degandekchi endi ismlarini deb turib men paloni Kojangman. Sen xotirjam bo'l, men cho'qim 100% degandan keyin bu yo'ldoshim shuning bilan o pasportning kopiyasini avat debdi. Bu yo'ldoshim avat debdi. Biz hozir ishini qilyapmiz ayolingning jiddiy pasportning kopiya avat deb. Kopiya qilib avat deb. Shunda pasportni avatdim deydi. Amaliyotda bu yo'ldoshim ayolingni chiqarib beramiz pasportning kopiyasini avat dedi deb o'ylab pasportning kopiyasini avatdim. Avatsam men 10 minutdan keyin telefon keldi dedi. Beijingdan Urumchiga mangadigan kech soat 8dan 50 ning aeroplan biletini ep bo'ldik sana. O'zlari. Sen pasportingni eliblam aeroplanga chiqsanglar bo'ladi. Anadan keyin atlikka soat ati tushkicha ayoling uyiga ketib bo'ldi. Sen hargiz muxbirni ko'rashma debdi. Shuning bilan bu endi bika muxbirni ko'rasimi, muxbirlar apiramaydi, lekin shu bu Xitoyning yuzini to'kadigan gapda endi. Bo'pti, undaq bo'lsa men muxbirlarning hammasining nomerini oldim, yo'ldoshim. Ati tushda ayolim uyga kelmasa, men shu muxbirlar bilan yana ko'risha olmayman. Mush muxbirlarning hammasining aloqalash nomeri bor menda. Deb shuning bilan kech soat ashlarning epbergan baletiga pasportni ko'rsatib, aeroplanga chiqib, shuning bilan Urumchiga qaytib kelib, shu at degandilar meni. Shu kechadilar bu xabar bordimi, uni bilmadim. At deganda soat shu 10 yoki 9 atrofida meni shu alanchu deki shu bir adab inson bormaydigan bir yezining ichidagi bir soqchixonaga yo'ldoshimni qo'mosh yerga kel debdi. Meni mush yerga keldi de, shuni meni mush yerga akeldi. Shuning bilan ashada nurg'un narsalarga imzo qo'yib, ashada meni qo'yib berdi. Qo'yib bergandan keyin bu vatanning turmining sirtidagilarmi, ya'ni shu texmo men ishga yetib chiqish jarayonidinmi o'ta, moshunda g'ayribchilik, moshunda Xitoyning ig'ir bostirishlarida
Aşında ödəvdipdi. Qarasam, mənim oxşaş bu dəftərini taqtıpdı. Bu dəftərin içində ma körsəңiz mana oxşaş nomer qoyduğan nəzdir var.